Siz uchun bu oddiy rezinka, lekin shu kichkina rezinka yordamida yoshi kattani ham, yoshi kichkinani ham hayratga solsa bo'ladi. Ko'z oldingizda oddiy rezinka ikkita barmoqdan yana boshqa ikki barmoqqa sakraydi. Men sizga hozir bu fokusni o'rgatib qo'yaman. Sababi 100 ta fokus o'rgatish challenge-ga start berganman. Siz esa hozir obuna bo'lsangiz, oldinda yana 68 ta, orqada esa 32 ta fokuslar bor. Bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Hozirroq videoni saqlab qo'ying, biz esa fokusni o'rganishga ketdik. Bu fokusni o'rganish uchun faqatgina bitta dona rezinka va 2 daqiqa vaqtingizni ayamasangiz bo'ldi. Qarang, rezinkani ikkita barmog'ingizga taqasiz. Xuddi ko'rsatayotgan kishi bo'lgan paytda bunaqa qilib tortib, bu barmoqlaringizni pastga tortgan paytingizda to'rttala barmog'ingizga rezinkani o'tkazib olasiz. Bu tarafida ikkitasida, bu tarafida esa to'rttala barmoqda rezinka turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Va shu paytda kaftingizni shunchaki tepaga ko'taradigan bo'lsangiz, rezinkalar o'zi avtomatik ravishda bu barmoqlaringizga o'tib qoladi. Bu tarafga qaytarishda ham xuddi shu narsa. Buni bu yoqqa bir marta cho'zib ko'rsatamiz va bu yoqqa ketayotgan paytda esa to'rttala barmog'imizga taqib olamiz. Qarabsizki, yana o'z holatiga qaytib qoladi. Aytib o'tganimdek, keyingi fokuslar nimalar bilan bo'lishini hozir yozib qo'ying. Keyingi fokuslar sizlar yozgan narsalar bilan bo'ladi. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Oldinda 68 ta fokus bor. Shoyatbek Mirzayevga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan keyingi reelslarda yana ko'rishamiz.